Sizlar dushmaninglarni bilinglar deyapti. Haqiqatda islomni bunday dushmanlari tarixda son sanoqsiz bo'ldi. Bu dushmanlik qanday yo'lda? Qur'onni o'rganib turib, Alloh subhanahu va taolo aytmagan so'zni aytdi deb boshlaydi. Bu yahud nasorolar o'zlarining atroflariga yollanma peshvolarni, islom domlalarini chaqira boshlaydi. Ular o'zlarining yomon maqsadlarini ijro qilishlik uchun yollanma domlalardan foydalanadi. Ular Alloh subhanahu va taoloning aytmagan so'zlarini aytdi deb beradi. Alloh subhanahu va taolo harom degan narsani halol deyishib beradi. Alloh subhanahu va taolo halol degan narsani harom deb beradi. Alloh subhanahu va taologa yolg'onni bo'xton qiladi va shun bilan mushrik bo'ladi. Shun bilan dindan begona bo'ladi. Shunchalik birodarlar, islom libosida bo'lgan mushrikka aylanishadilar xolos. Biz mana bu narsani bilaylikki, Alloh subhanahu va taolo bizlarni ogohlantiryapti. Islom hech qaysi yo'l bilan mag'lub bo'lmaydi, magar islomda yollanma domlalar vujudga kelishligi bilan islom yemirila boshlaydi. Chunki bechora oddiy xalq ularning aytgan so'zlarini haq deb biladi-da, shular bilan islom shu ekan deb aldanib yashaveradi. Lekin orqadan yollanma domlaga aylanib qolganligidan bexabar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bularni eng zolim xalqlar deyapti. Va man azlamu mimman iftara ala Allohi kadiban aw kadzaba bi ayatihi. Kim Allohga yolg'onni bo'xton qilgandan ko'ra zolimroq kim? Eng dunyodagi zolim Alloh subhanahu va taolo aytmagan so'zni aytdi deyishlik. Alloh halol qilgan narsani harom deyishlik. Alloh harom degan narsani halol deb bilgan, halol deb e'lon qilgan odamdan ko'ra zolimroq kim? Bundan ortiq zolim bo'lishligi mumkin emas. Aw kazzaba bi ayati. Allohning oyatlarini yolg'on degan odamdan ko'ra zolimroq kim?